Koreyadagi eng chiroyli joylardan ikkitasini sizlarga ko'rsataman. Manzillarni ham video davomida yozib ketaman. Birinchi manzilimiz tog'li joyda bo'lgani uchun shaharning sentridan u manzilgacha naqd 1 soatga yaqin yo'l yurdik. Manzilga yetib borganingizdan keyin tepalikka shunaqa poyezdlarda ko'tarilishni tavsiya qilaman. Bo'lmasa ham charchaysiz, ham qiynalasiz, ham bir kuningiz shu joyda o'tib ketishi mumkin. O'zbekistondan turib kuzatadiganlar uchun bu manzarani har tomondan videoga olishga harakat qildim. Koreyslar amirchikni juda ham yaxshi ko'rishadi. Umuman olganda bolani yaxshi ko'rishadi. Doim ko'chaga chiqsak, juda ham ko'pchilik to'xtab, обязательно amirchik bilan salomlashib ketadi. Asosiy manzilga yetib keldik. Zinalar soni ko'p bo'lgani uchun bola bilan oson bo'lmadi, lekin bu manzara shunga arzirdi. Aynan shu joyni kemaga chiqib, boshqa tomondan tomosha qilsangiz ham bo'ladi. Mana shu qoyalar ustida dengiz mahsulotlarini issiqqina pishirib sotishar ekan. Sovuq havoda juda ham ko'pchilik maza qilib yeb o'tiribdi. Ikkinchi borgan joyimiz tarixiy joy. Juda kichkina shaharcha yoki juda katta mahalla desa ham bo'ladi. Ko'chaga kirganingizdan boshlab hamma joylarda bir-biridan chiroyli fotozonalar qilib qo'yilgan. Asosiy ko'rinish esa mana shu joyda. Bu joyning tarixi shundaki, Koreya bilan Yaponiya katta urush qilayotganda iloji boricha hamma koreyslar mana shu joyga qochib kelishgan. Ya'ni Koreyaning eng oxirgi shahri, eng oxiri manziliga. Va mana shu kichkina uychalarda hammalari sig'ib yashashga harakat qilishgan. Sevgi izhori doskasida o'zbek tilini ko'rib juda ham xursand bo'lib ketdim. Bu joylar turistik bo'lib, kofe shop va har xil suvenir do'konlar ko'payib ketgan bo'lsa ham, yashaydigan aholi hozirgacha bor. Agar Koreyada bo'lsangiz, albatta borib ko'ring. Shaxsan men bu joyga borganimdan keyin hozirgi hayotimga yanada ko'proq shukur qilishni o'rgandim. Like va podpiska bosib qo'yishni unutmang.